Hop, davom ettiramiz bo'linish qoidalarini. Tayyormisizlar? Yaxshilab qarab turasizlar. 32-misoldan boshlaymiz. Hop, 32-misolda aytayapti. Bir son bor deyapti. 458 A degan mana. 458 A degan bitta son bor. Endi qaranglar. Mana shu tepada chiziqcha bo'lsa, bu umumiy bitta son ekanligini bildiradi. Tushunarlimi? Birorta raqam yoki harflar tepasida shunaqa chiziqcha kelsa bundan keyin buni qanaqadir son deb tasavvur qilasizlar. Tushunarlimi? Bu ham qanaqadir son. Mana shu son deyapti, 2 ga bo'linsa deyapti. A raqamining qanday qiymatlarida ko'p xonali sonlar berilgan songa bo'linadi. Qisqasi, A ning qanday qiymatlarida mana shu son 2 ga bo'linadi deyapti. 2 ga bo'linishi uchun 2 ga bo'linish qoidasiga qaraymiz. Oxirgi raqam juft bo'lsami, demak A ning o'rniga nima qo'yaman? 0, 2, 4, 8, 6. Xuddi shu juft raqamlar qo'yaman ekan. Tushunarlimi? Demak A teng ekan nechiga? 0, 2, 4, 6, 8. Xuddi shu raqamlarni ketma-ket olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bu ifoda 2 ga bo'linadi. Hech kimda savol yo'q? Qiyin emasmikan? Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. 34. Misolda aytayapti. 645 A. Mana 645 A degan bitta son bor va bu son 3 ga bo'linsin deyapti. Endi 3 ga bo'linish qoidasiga qaraymiz. 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa? Zo'r. Qarang endi raqamlarni qo'shib chiqamiz. 6 ga 4. Sabr, oldilab ketyapsizlar. 6 ga 4, 10 ga 5, 15. A ning o'rniga necha qo'ysam 3 ga bo'linadi? 0 qo'ysam birinchi. 3. Nimaga 0 qo'ysam? Tushunmadim. Tushunmayapsizlarmi mavzuni? Yo'q. A ning o'rniga 0 qo'yaman, 3 qo'yaman, 6 qo'yaman, 9 qo'yaman. Endi to'xtab turinglar. Gapirmay turinglar. Bitta-bitta ko'rsatib beraman. Tushunmayotgan bo'lsanglar. Mana. Mana son 6, 4, 5. Nima qo'yaman dedim birinchi marta? 0 qo'yaman dedim. Shu son 3 ga bo'linadi. Nimaga? 3 ga bo'linish qoidasiga qaraymiz. Garanga o'xshab o'tirmanglar-da. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa deyapmiz. Raqamlarni qo'shib chiqamiz. 6 ga 4, 10 ga 5, 15 ga 0, 15. 15 3 ga bo'linadimi? Demak, bu son ham 3 ga bo'linadi. Bo'lib ko'rsataman endi sizlar uchun. Nimaligini bilmay o'tiribsizlar, ey. Ikkitadan 6 ayirsak 0. 4 tushadimi? 4 ichida bittadan 3 mana. 1 tushadimi? Buni ichida 5. ikkita degan narsa yo'q-ku. 5 tadan 15 0. Mana 0. Bo'lindimi qoldiq siz? Isbotlandimi? Bundan keyin yaxshilab qarab o'tiringlar, xayol surmasdan doskaga. Menga yozib, chaynab berib qo'ysam ham tushunmay o'tiribsizlar. Tushunlaymi hozir nima bo'lgan? Yaxshi. Xayol surib o'tirasizlar, 0 bo'lsa 0 ku deb o'tiribsizlar. Keyingisi ham mana 3 ta olib kelib qo'ysak ham raqamlar yig'indisi 18 bo'ladi. Keyingi safar 6 ni olib kelib qo'ysam, raqamlar yig'indisi 21 bo'ladi. Keyingisi 9 ni olib kelib qo'ysam 20. Menga qaranglar, agar bo'linish qoidalarini bilsalaring, istalgan sonni bo'linadimi, yo'qmi, uni bo'lmasdan turib bilib olasizlar. Shunchaki raqamiga qaraysizlar, qo'shasizlar, bo'linsa bo'ldi. Birorta katta son beradigan bo'lsa ham, uni 3 ga bo'lib ko'rishlaring shart emas. Shunchaki raqamlarni qo'shinglar. 3 ga bo'linadigan son bo'lsa raqamlar, butun ifoda ham 3 ga bo'linadi. Nima ekan Ro'zixon? Agar katta son bo'lsa, uni 3 ga, uni hammasini qo'shib 3 ga bo'lsak. Nimasini hammasini? O'sha sonlarni. Qanaqa sonlarni? Sonlar haqida gap ketmayapti bizda. Birinchi mavzuni video darsini ko'rumding? Ko'rmagansan nimani? Tushunmayapsan. 36 96 4 A. Endi 4 ga bo'linsa deyapti. 4 ga bo'linish qoidasi nima?
Oxirda ikki xonali songa qarasalaring bo'ldi. Hamma sonni bo'lib ko'rish shart emas. Oxiriga qaraymiz, ikki xonali sonni 4 ga bo'linadigan qilishimiz kerak. A o'rniga bo'ldi, to'xtaymiz. 0 qo'yamiz. Ana shunaqa oldinlab ketyapsizlar, qolganlar tushunmayapti. 0 qo'ysak 40 bo'ladimi? 40 4 ga bo'linadimi? Bo'ldi. Oxirgi ikki xonali son bo'linyaptimi? Butun son ham bo'linadi degan qoida bor. Qo'rqmanglar, aniq bo'linadi. Qoida ishlaydi. Tushunlang-a? Endi yana necha qo'yamiz? 4 qo'ysak 44 4 ga bo'linadimi? Demak, butun hamma son ham 4 ga bo'linadi degan qoida bor. Lekin hozir A o'rniga 3 ta olib kelib qo'ysang 43 bo'lib qoladimi? 43 4 ga bo'linadimi? Bo'linmaydi. Bu son ham 4 ga bo'linmay qoladi. Shunaqa qoidasi bor. Tushunlang qoida nimaligini? Qoida degani aziz. Hamma misolga o'tadi degani. Tushunlang, hamma misol uchun o'rinli. Ya'ni oxirgi ikki xonali songa qarasang bo'ldi deyapti. Qolganiga qarab o'tirma. Bo'linadi yoki bo'linmaydi aytib bera oladi. Javobini aytib bera olmaydi, necha chiqishini. Lekin bo'linadimi, bo'linmaydimi shuni aytib bera oladi. Tushunlaymi qoida nimaligini? Yaxshi, A o'rniga nima qo'yar ekanmiz? 0 qo'yamiz birinchi. 4 qo'yamiz. 8 qo'yamiz. Yana necha qo'yishimiz mumkin? 12 raqammi? O raqam qo'ya olmaymiz-da. Son qo'ya olmaymiz-da. Ha bu raqam-ku bu. 12 qo'yib bo'lmaydi. Nimaga unda mayli 9 dan katta son qo'ymadik? Tushunlaymi, son qo'yib bo'lmasligini raqam qo'yish kerak bu yerga. Raqam nimaligini bilasizlar, a? Ro'zixon raqam nima ekan kecha o'tdik. Ko'rlang, video dars ko'rmaysizlar. Ayt, Kabir, raqam nima? Raqam bu 1 dan 9 gacha. Bo'lmagan gap. Nima? 0 dan 9 gacha. Mana. Ko'rish kerak. Borib uxlab qaytib keling. O'ttiz sakkiz. Bu safar ham borib ko'rmay kelinglar, bo'ptimi? Keyin dars tushunmay o'tirasizlar. Nega unda raqam degan narsani bilmayapsan? Qolmasin-da. 38. Zo'r. 5 ga bo'linish qoidasini hamma biladi, menimcha. Oxiri 0 yoki 5 bilan tugasa 5 ga bo'linadi. 6 bilan tugagan so'ng 5 ga bo'linmaydi. Urinib ham ko'rmanglar, baribir bo'linmaydi. Tushunlangmi? Savol yo'qmi? Demak, A o'rniga nima qo'yaman? 0 bilan 5 qo'yaman. Tushundikmi yo'qmi? Kim tushunmayapti? Tushunyapsizmi? Nega 0 bilan 5 qo'ydik? Oxirdagi son agar 5 ga bo'lsa 5. Nima bo'ladi keyin? Tushunarli. 40 ga o'tamiz. Hozir 5 ga bo'linish qoidasini tushunmayapsizlar, men 6 ni qanday o'rgataman sizlarga? Sal bir haligini ochib o'tiringlar uyquni. Oltiga bo'linish qoidasi yaxshilab eshitamiz. 6 ga bo'linish uchun 2 bilan 3 ni qoidasi birga ishlash kerak. 2 ni qoidasi nima? Oxirgi raqam juft bo'lsin deyapti. 3 ni qoidasi nima? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsin deyapti. Birinchi qiladigan ishlaring raqamlar yig'indisini hisoblamanglar. Oxirini juft qo'yinglar. Keyin raqamlarni hisoblaysizlar. Tushunlaymi, tushunmadinglarmi nima degan? Tushunyapsizmi? Xo'p, 6 ga bo'linish qoidasi uchun 2 bilan 3 ishlash kerak ekan. 2 ni ishlatamiz birinchi, qaranglar. A o'rniga juft sonlarni yozib chiqaman. Ya'ni men o'ylayapman 0 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, 6, 8 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? 10 bo'lishi mumkinmi Ro'zixon? Nimaga? Nima uchun? Ayt. Chunki u ikki xonali son bo'lib ketadi, bir xonali bo'lishi kerak. Yaxshi. Raqam bo'lishi kerak de. Raqam bo'lishi kerak de. Tushundingmi? Xo'p, endi qaranglar, mana 0 ni olib kelib qo'yamiz. 0 ni olib kelib qo'ysak, 2 ga bo'linish sharti bajariladi, ya. Endi nechiga bo'linish shartini bajarishimiz kerak? 3 ga.
0 ni olib kelib qo'ysak, xo'p, 9 ga 7. 16 ga 5. 21 ga 0. 21 mi? 21 3 ga bo'linadimi? 3 ga bo'linish shartini bajaryaptimi 0 ni qo'ysam? 2 ga bo'linish shartini ham bajaryaptimi? Demak 0 yechim bo'la oladi. To'g'rimi? Mana 0 yechim. Endi 2 ni olib kelib qo'yamiz. 2 bormaydi, tasavvur qilinglar. 9 ga 7. 16 ga 5. Qisqasi 21 ligini eslab qolaylik. 21 ga mana 2 ni qo'shsak 23 bo'linadimi 3 ga? Demak bu son ham 6 ga bo'linmaydi. Tushunarli? Keyingisi 24 ni olib kelib qo'ysam ham bo'lmaydi. Keyingisi 6 ni olib kelib qo'ysam 21 ga 6. Bu bo'ladi. 8 bo'lsa bo'linmaydi. Biz hozir nechiga bo'linishni topdik? 6 ga bo'linishni topdik. 6 ni o'zini qoidasi yo'q. 2 bilan 3 ni birga ishlatasizlar. Tushunarli? Savol yo'qmi hech kimda? Yaxshi. Ishlab tur. 42. Endi 8 ga bo'linish qoidasiga o'tamiz. 8 ga bo'linish qoidasi oxirgi 3 xonali son 8 ga bo'linish kerak. Demak, bizdagi oxirgi 3 xonali son mana bu bo'ladi. To'g'rimi? Endi A ni o'rniga qanaqadir raqamlar tanlashimiz kerak va u 8 ga bo'linadigan bo'lish kerak. Xo'p, qaranglar. 8 juft son bo'lgani uchun aniq oxirgi juft bilan tugash kerak. Tushunarli? 1 3 5 larni olgandan ma'no yo'q. Ularni olmaymiz. 0 dan boshlab olib ko'ramiz. Tushunarli? A teng 0, 2, 4, 6, 8. Savol yo'qmi? Yo'q. Endi 0 ni olib kelib qo'yamiz. 960 bo'linadimi? Demak, 960 bo'linsa 0 ni olamiz. Endi o'ylanglar. Keyin shu 0 ga yana bir marta 8 qo'shilgandan keyin bo'linishi mumkin. To'g'rimi? Mana o'rtada 2 ni qo'ysak bo'lmaydi va 962 bo'lib qoladi. 964 bo'lib qoladi. 966 bo'lib qoladi-da. Keyingi safar 8 qo'yganimizda bo'linadi. 968 bo'linadi. O'rtadagini tezroq tashab ketdik. Tushunarli? 8 ga bo'linish uchun birinchisi bilan keyingisini orasida 8 ta son farq qilish kerak-da. Tushunarli nima bo'lgan? Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. (210A) soni 9 ga bo'linsin deyapti. Xo'p, 9 ga bo'linish qoidasi nima ekan? Raqamlar yalnız 9 ga bo'linsa, raqamlarni qo'shamiz. 2 ga 1, 3 ga 0, 0. 3 ga 0 0 mi? 3. 3 ga, mana 3 ga nechini qo'shsak 9 ga bo'linadi? Zo'r. A teng 6. Yana bormi? Yo'q. Keyin 18 chiqarishimiz uchun 15 qo'shishimiz kerak. A ni o'rniga 2 xonali son qo'yib bo'lmaydi. Raqam qo'yishimiz kerak. Tushunarli? Yaxshi. Hamma tushundimi hozir nima degan? Shabnam, tushunyapsizmi? Yaxshi. 46. 829A soni 10 ga bo'linsa. 829A. Jim turasizlar endi. Xo'p, Ro'zixon nima qilamiz? Xo'p. Faqat 0 qo'yamizmi? Yana nechi qo'yamiz? Bo'lishni bilasizlarmi? Nima bo'ladi? Yo, o'zi aytadi. Yana nechi qo'yamiz 0 dan tashqari? Nimaga? 10 ga ya. Hayotingda biror sonni 10 ga bo'lib ko'rganmisan? Oxir nima bilan tugagan? Nima bilan? Qani 2 ni qo'ysak 10 ga bo'linadi yo'q, ko'rishimiz mumkin. 10 ga bo'lish bilasizlarmi? Eng oson 10 ga bo'lishi. Oxirga qaraysizlar 0 bo'lsa bo'linadi, bo'lmasa bo'linmaydi. Faqat
Endi qoida yozib qo'ysam ham ikkilar yozamiz deb o'tiribsan. Faqat bunga yozamiz. Nima bo'lyapti? O'nda hozir tushunmay, 6 ni demak umuman tushunmabsizlar-da. Umrga bo'lish qoidasi. 11 ga bo'lish qoidasi. Toq o'rindagilar bilan juft o'rindagilar yig'indisi o'zaro ayrilsa 0 bo'lsa yoki 11 ga bo'lsa. Qisqasi toq o'rinlar mana. Mana toq. Tushunlang? O'rin nimaligini bilasizlar? Toq sonlar demayapman. Toq o'rinlar haqida gap ketyapti. Tushunlaymi? Qo'shamiz qoradagilar. 1 6 7 qo'shilgan mana nega yozamiz? 7 qo'shilgan A ekan. Buni javobi. Endi buni javobi 10 ekan. Hozir 7 qo'shilgan A bilan 10 ni ayirmasi 0 bo'lish uchun A necha bo'lish kerak? 3. A teng 3 bo'lish kerak. Sabab 3 ni qo'ysam 7 ga 3. 10 dan 10 ni ayirsak qoidada shu ayirma 0 bo'lsa yoki 11 ga bo'linsa deyaptimi? Bo'ldi. Demak A ni o'rniga 3 qo'yamiz. Hech kimda savol yo'q? Yaxshi. 50-chisi.